Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Biz Boysun tuman axborot kutubxona markazidanman. Biz bibliografiya bo'limiga ishlaymiz. Biz Boysunda tarixi bilan shug'ullanamiz. Ustachiliklari, ustalar bilan shu o'zingiz haqida ozroq, ish jarayoningiz haqida ozroq nima qilib bizga ma'lumot bersangiz, Jannat makon kanalimizga o'z Boysun tumanimiz hamma nimalariga yo'ritib boramiz. Ishlash jarayoningiz haqida ozroq gapirsangiz. İşleş jarayoni mana endi nima desam bo'ladi? Mana ancha yildan beri ustachilik bilan shug'ullanib kelaman o'zim. Shu bir 3-4 yildan beri shu bobolarimiz haligi ko'p kishi so'raganligi uchun qoshiq, tovoq, kosa shularni yog'ochdan tayyorlab boshladim. Mana bu zagotovkalarim aslında bular birinchi boshlanishi mana shundan boshlanadi. Mana unday toldan, daraxtdan, yong'oqdan, keyin tutdan kesib olinib, keyin asta-asta bu daraxt tayyor bo'lmaydi. Bu bir kun, ikki kun baribir vaqtda sekinlik bilan boshlab qo'yganingiz bor ekan. Mana bu yerda tayyorlar sal buziladi ham. Buziladi. Mana bu nima joyda? Yorilganda chiqadi. Keyin bularni tashlamayman endi baribir. Ishlatishga baribir yaraydi. Bir kleylayman o'zimiz uchun ishlatishga bo'ladi. Bu hozir ko'p nimada bo'lyapti. Stalovoylarga, mana ovqatlanish joylariga ham, oshlarda shunga yeyil boshlandi, oldingi nimalardan. Menga talab ko'p bo'lyapti. Menaj degan narsalar bor ekan. Ya'ni go'sht qo'yadi stalovoylar. Go'sht, besh barmoqlar qo'yilyapti. Besh barmoqlar, keyin bu nimada o'tadi? Qurtoba degan Qurtoba, tojiklarda nimasi? Ana shunday narsalar shu ko'p kishi so'raydi mendan. Tovoq deydi, kosa deydi. Mana shu tayyorlab beryapman sekin-sekin. Mana bu stanok mana. Bu stanokda ishlash jarayonini hozir ko'rsataman sizga. Bu mana bunday bo'lib tayyor bo'lgandan keyin mana bu holatga keladi mana bu holatga keladi mana bular. Mana bu holatga keladi. Bu holatga kelgandan keyin buni o'zini nimalari bor? Ishlov berishi. Bular tayyor bo'lgandan keyin mana bu holatga chiroyli ekan. Bu holatga keltirish uchun bular moyga qovuriladi keyin. Moyga, o'zimizda moyga. Zig'ir moyga bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi, lekin oq moyga ham chiqadi. Oq moyga ham qovuriladi bular. Mana qarang, mana bunisi boshqa rang, bunisi boshqa rang. Bu tol daraxtidan. Mana bu yong'oq daraxtidan. Yong'oqniki pishi og'irroq bo'ladi. Yong'oqniki og'irroq bo'ladi. Qovurilgandan keyin mana shunday mana bunaqa qarang, mana gullarni qarang, qanday churib, darrov ko'zga tashlanib qoladi. Mana bu ham menimcha daraxtni o'zida nimasi? Bu daraxtni o'ziniki. Yong'oqni ichidagi nimalari. Mana shunday katta tovoqlar yasayapman, tayyorlayapman, odamlar so'rayapti, ketyapti. Mana bu tashqi nimalari menimcha ko'p ahamiyatga ega. Mana chiroyli, sifatli qilishi. Mana shunaqa, mana shu stanoklar, mana shu stanoklarim. O'zim tayyorlayapman. Mana bu stanokni mana buni endi tayyorlamoqchi bo'lib tur edim mana buni. Buni o'zingiz, o'zim tayyorlayapman bu stanoklarni. Bu nima ish? Bunga keyin nima qilasiz? Bu bilan mana sabz taxtalar, gulli sabz taxtalar chiqariladi. Gulli sabz taxtalar yong'oqdan qilingan shakl beriladi masalan. Chiroyli. Ana girdi naqshlik nimalari ham bor. O'sha mana shunaqa qilib shuning uchun tayyorlayapman buni.
tanlashingizni sababi nima endi? Buni tayyor bo'lgandan keyin buni mo'yga qovurishimni sababi buni ichidagi namligi chiqib ketish kerak. Bo'lmasa yog'och Shishib qoladi, buralishi ha. mumkin. O'zini Shaklini ko'rinishini yo'qotadi. o'zgartiradi. Ha. Shuning uchun mo'yga qovurgandan keyin ichidagi namligi chiqib Namligi ketadi. chiqib, mo'yga issiqqa namligi chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin buni yaxshilab mo'ylanadi. Baribir ovqat suzilib yeyilavergandan keyin 1 yil, 2 yildan keyin o'zi bunday yaltirab, o'zini sifatini yo'qotmay yaxshi juda turadi. qorayib, Ha. juda chiroyli bo'lib qoladi keyin. O'zi farqi bo'lyapti. Mo'yga ishlov berganingiz Ha. bilan ishlov bermaganingiz mana farqi bor o'zi. Bu Bular juda chiroyli bo'lib turibdi. Mana bunisi nima qilinmagan, mo'yga nima qilib qovurilmagan. mana shuni sizlarga sovg'a qilsam bo'ladimi? Xursand bo'lar edik bizga sovg'a qilsangiz. Mayli. Mana shuni sovg'a qilaman. Rahmat. Avvalambor bizga sovg'angiz uchun rahmat. Shu tumanimizda milliy qadriyatlarini olib borayotganingiz uchun o'lmas kasb bu. Nima an'analarni yo'qotmaganligingiz uchun sizga katta tashakkur etamiz. O'zimizda Akim jamoasidan, Axborot kutubxona markazi tomonidan sizga rahmat. Bergan ma'lumotlaringiz uchun ham, sovg'angiz uchun ham. Sog' bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Rahmat. Kelingizlar mana shu